Здравствуйте. Здорово. Салам алейкум. Как у вас дела? Хорошо, у вас как? Ну, пока, слава богу, живы и здоровы. Тепло дали. Ждем, что снежок выпадет. Вы откуда? Из Новосибирска. А У вы? вас, наверное, уже снег появился, да? Отлично. А вы откуда? Я с Рязанской области. Вы о чем разговариваете? Ищу одного друга. Ищите Я друга. да. В Одноклассниках надо друга искать. Зарегистрировать. Нет, я знакомлюсь с этим чат-рулетку, там 2 года разговаривали по телефону, потом отрезал номер. Вон чё. Да, старые друзья лучше новых, да? Как скажете. Как вас зовут? Махмуд. Махмуд. Меня Рустам зовут. Очень приятно. Вы Рустам? Рустам, да, я татарин. А вы? А, узбек. Узбек. Очень приятно. Мен Тошкентда тugildim. Toshkentda Rossiyaga keldim. 95-yilda. Men hozir как ishonaman, Isoga ishonaman. U juda ulug' odam bo'lgan. U nimani bir masal bolalarga berdi. Doimo va bemasdan duo qilish kerak. Bir shaharda Xudodan qo'rqmaydigan, odamlardan ham uyalmaydigan bir qo'zi bor ekan. O'sha shaharda bir tul ayol ham yashar edi. U doimo qo'zini oldiga mening raqibimdan himoya qiling deb unib yubordi. Qozi ancha vaqtgacha e'tibor bermas ekan. Oxiriga u o'ziga men Xudodan qo'rqmayman, odamlardan ham uyalmayman. Biroq mayli bu tul ayol menga tinchlik bermayotgani uchun uni himoya qila qolay, bo'lmasa u kelaverib jonimda bezor keladi. Eshityapsizmi? Nima insofsiz qo'zi debdi. Davom etdi Rabbimiz Iso. Nahotki Xudo o'ziga kecha-yu kunduz o'z tanlaganlarini faryod kelayotganlar himoya qilmadi. Ko'p o'tmay himoya qiladi. Biroq inson o'g'li kelganida yer yuziga iymon toparmikin? Bu masal shogirdlarga u doimo va bemasdan duo qilish kerak masal berdi. Men uchun buni yaxshi ko'raman. Вообще chiroyli so'zlar. Как вы считаете? Xo'p, mayli. Muhammad, sog' bo'linglar. Rahmat.